Bugun men sizlarga juda muhim ogohlantirishni yetkazmoqchiman. 3 avgustgacha ayrim fuqarolarning hisob raqamlaridagi pullar yechib olinishi, qaytarilishi yoki avtomatik tarzda boshqa qarzlarga yo'naltirilishi mumkin. Bu gap faqat tadbirkorlarga emas, oddiy karta ishlatadigan, nafaqa oladigan, kredit to'laydigan, alimenti bor, soliq yoki jarima qarzi bo'lishi mumkin bo'lgan har bir odamga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavf ostida, kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Qaysi xatolar pulingizdan ayrilish xavfini oshiradi va bugunning o'zida nima qilish kerakligini aniq tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Men avval eng oddiy tilda tushuntiraman. Oldin ko'pchilik pul kartaga tutsa, u pul kartada turaveradi, hech kim unga tegmaydi deb o'ylardi. Ayniqsa nafaqa, moddiy yordam, kompensatsiya, ish haqi yoki qaytarilgan to'lovlar bo'yicha odamlar shunday fikrda edi. Lekin hozir tizimlar ancha raqamlashtirilgan. Banklar, soliq organlari, majburiy ijro, kommunal tashkilotlar, kredit tashkilotlari va davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi avvalgiga qaraganda tezlashgan. Bu nimani anglatadi? Agar sizda muddati o'tgan qarz, jarima, kredit bo'yicha kechikish, aliment majburiyati, soliq qarzi yoki noto'g'ri olingan to'lov bo'lsa, tizim buni ko'rishi va hisobingizdagi mablag'ga ta'sir qilishi mumkin. 3 avgustgacha ulgurib qoling degan ogohlantirishning asosiy ma'nosi shuki, belgilangan muddatgacha hujjatlarni tekshirmagan, qarzlarni aniqlamagan, ariza bermagan yoki pul kelib tushganini nazorat qilmagan odam keyin pul yechib olingandan keyin yugurib yurishi mumkin. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam pul yo'qolganidan keyin bankka boradi. Bank esa pul bizda ushlab qolinmadi, ijro hujjati bo'yicha yechildi deydi. Keyin ijroga boradi. Ijro esa qarz bo'lgan, tizim orqali undirildi deydi. Odam esa o'sha qarz haqida umuman xabari bo'lmaganini aytadi. Eng og'riqli joyi shuki, ko'p hollarda buni oldindan tekshirish va oldini olish mumkin bo'lgan. Endi kimlar albatta e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa, kredit yoki mikroqarzi bor fuqarolar. Agar siz bankdan kredit olgan bo'lsangiz, to'lovni bir necha kun bo'lsa ham kechiktirgan bo'lsangiz, kartangizga pul tushishi bilan avtomatik yechib olinishi ehtimoli bor. Masalan, sizda 2 million so'm oylik tushadigan karta bor. Kredit bo'yicha 760 ming so'm to'lovingiz muddati o'tgan. Siz 3 avgustgacha bu masalani aniqlamasangiz, karta pul tushishi bilan 760 ming so'm. Ba'zan penya bilan 920 yoki 910 ming so'mgacha yechilib ketishi mumkin. Odam bunga hayron bo'ladi, lekin shartnomada avtomatik yechib olish roziligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, jarima va ma'muriy qarzlar borlar. Masalan, yo'l harakati qoidasi buzilgan, lekin jarima haqida xabar kelmagan yoki xabar kelgan bo'lsa ham e'tibor berilmagan. Avval odam jarimani unutib yuborar edi, keyin biror joyda muammo chiqardi. Hozir esa elektron tizimlar orqali qarz majburiy ijroga o'tishi, keyin karta va hisob raqamlariga band solinishi mumkin. Tasavvur qiling, sizda 375 ming so'mlik jarima bor. U vaqtda to'lanmagan. Keyin unga ijro yig'imi qo'shiladi. Natijada 375 ming so'm emas, 402 ming yoki undan ko'proq pul yechilib ketishi mumkin. Agar siz 3 avgustgacha tekshirsangiz, ba'zi holatlarda chegirma muddati bo'lsa, arzonroq to'lashingiz yoki noto'g'ri jarima bo'lsa, e'tiroz berishingiz mumkin. Uchinchi toifa, aliment to'lovchilari. Bu juda nozik masala. Aliment bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, tizimda hisob raqamdan ushlab qolish mexanizmlari ishlashi mumkin. Masalan, bir fuqaro har oy 20 million 200 ming so'm aliment to'lashi kerak, lekin 3 oy to'lamagan. Qarzdorlik 3 million 600 ming so'm bo'ladi. Uning kartasiga 5 million so'm pul tushsa, bu pulning muayyan qismi qarzni yopishga yo'naltirilishi mumkin. Bu yerda men shuni aytaman. Aliment masalasida men bilmasdim degan gap ko'p hollarda yordam bermaydi. Chunki qaror yoki ijro varaqasi mavjud bo'lsa, majburiyat bajarilishi kerak. Shuning uchun kimda shunday vaziyat bo'lsa, 3 avgustgacha qarzdorlikni aniqlab, ijrochi bilan bog'lanishi zarur. 4-toifa, soliq qarzi bo'lishi mumkin bo'lganlar. Bu faqat katta biznes egalariga tegishli emas. Uy-joy solig'i, yer solig'i, avtomobil bo'yicha ayrim majburiyatlar, yakka tartibdagi tadbirkorlikdan qolgan qarzlar bo'lishi mumkin. Ba'zan odam tadbirkorlikni yopdim deb o'ylaydi. Lekin tizimda hisobot topshirilmagani yoki qarzdorlik qolgani ko'rinadi. Misol uchun bir odam 2022 yilda kichik savdo faoliyati bilan shug'ullangan, keyin to'xtatgan. Lekin soliq kabinetini tekshirmagan.
2024 yilga kelib unga 1 million dardi yetar ming so'mlik qarzdorlik penya yoki boshqa hisob kitob chiqishi mumkin. Agar vaqtida aniqlansa, soliq organiga borib hisob kitobni solishtirish, noto'g'ri bo'lsa tuzatish, to'g'ri bo'lsa bo'lib to'lashni so'rash mumkin. 5-toifa davlatdan moddiy yordam, subsidiya, kompensatsiya yoki ijtimoiy to'lov oladiganlar. Bu yerda vaziyat boshqacha. Ba'zan pul odamning nomiga ajratiladi, lekin uni olish, tasdiqlash, hisob raqamni yangilash yoki hujjat topshirish muddati bo'ladi. Agar muddat o'tib ketsa, mablag' qaytarilishi yoki keyingi oyga o'tmasligi mumkin. Masalan, oilaga 1 million so'mlik yordam ajratildi, lekin karta bloklangan. Hisob raqam noto'g'ri kiritilgan yoki fuqaro bankka borib identifikatsiyadan o'tmagan, pul tizimda osilib turadi. Belgilangan muddat tugagach, u mablag' qaytarilishi mumkin. Keyin odam menga yordam berilgan edi, nega ololmadim deb so'raydi. Sabab ko'pincha hujjat yoki hisob raqamdagi muammo bo'ladi. 6-toifa eski kartalar, yopilgan hisob raqamlar yoki nomiga bir nechta karta ochilgan fuqarolar. Hozir ko'p odamda 3 ta, 4 ta, hatto 6 ta bank kartasi bor. Ba'zisi ishlatiladi, ba'zisi unutilgan. Lekin avtomatik to'lovlar, kredit shartnomalari, obunalar yoki qarz undirish aynan o'sha kartalarga bog'langan bo'lishi mumkin. Masalan, siz 1 yil oldin telefonga ilova orqali xizmatga obuna bo'lgansiz. Har oy 49 ming so'mdan yechilib turgan. Siz buni sezmagansiz, chunki karta kam ishlatilgan. Keyin kartaga 300 ming so'm tushsa, bir necha oylik obuna yoki xizmat haqi yechilib ketadi. Bu ham odamga pulimni olib qo'yishdi bo'lib ko'rinadi. Aslida esa oldin berilgan rozilik ishlagan bo'ladi. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizda hech qanday kredit kechikishi yo'q bo'lsa, jarima va soliq qarzlaringizni tekshirgan bo'lsangiz, aliment majburiyatingiz bo'lmasa, kartalaringizda blok yoki ijro hujjati bo'lmasa, barcha ijtimoiy to'lovlaringiz odatdagidek tushayotgan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin men baribir tekshirishni maslahat beraman. Chunki tizimdagi xato eski qarz, noto'g'ri hisoblangan penya yoki siz bilmagan jarima ham uchrab turadi. Xavotir emas, nazorat kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan istisnolar va nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi muhim narsa. Hamma pulni ham bir xil tartibda yechib olish mumkin emas. Ayrim ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar yoki maqsadli yordam pullari bo'yicha qonunchilikda cheklovlar bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda pul umumiy kartaga tushsa, uni ajratib ko'rsatish qiyinlashadi. Masalan, sizning kartangizga bir kunda tekin 100 ming so'm nafaqa, 1 million 500 ming so'm ish haqi va 300 ming so'm qarindoshingizdan o'tkazma tushdi. Agar hisobingizda ijro bandi bo'lsa, qaysi mablag' qanday manbadan kelganini isbotlash kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ijtimoiy to'lov oladiganlarga alohida karta ishlatishni tavsiya qilaman. Bu huquqingizni himoya qilishni osonlashtiradi. Ikkinchi nozik jihat. Karta bloklangan bo'lsa, pul yo'qolgan degani emas. Ko'p odam ilovaga kiradi, balans bor, lekin pulni ishlata olmaydi yoki balans ko'rinmaydi, SMS kelmaydi. Bunday holatda darhol xulosa chiqarmaslik kerak. Bankda texnik cheklov, shubhali operatsiya bo'yicha vaqtinchalik blok, ijro hujjati bo'yicha band, plastik karta muddati tugashi yoki identifikatsiya muddati o'tishi bo'lishi mumkin. Har bir sababning yechimi boshqa. Texnik blok bank orqali ochiladi. Ijro bandi ijro organi orqali hal bo'ladi. Identifikatsiya muammosi pasport bilan bankka borib yechiladi. Shuning uchun muammoni to'g'ri aniqlash juda muhim. Uchinchi jihat. Qarz to'langan bo'lsa ham tizimdan darhol o'chmasligi mumkin. Misol uchun, siz 500 ming so'mlik jarimani bugun to'ladingiz, lekin bankdagi band yoki ijara bazasidagi ma'lumot ertaga yoki bir necha ish kundan keyin yangilanishi mumkin. Shu orada kartaga pul tushsa, yana ushlab qolish xavfi paydo bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda to'lov chekini saqlash, ijrochiga yuborish va bandni yechish bo'yicha yozma murojaat qilish kerak. Faqat to'ladim-ku deb kutib o'tirmang. Chek, ariza. Murojaat raqami sizning himoyangiz. 4-jihat. Kimdir nomingizdan karta ochgan yoki siz eski raqamingizni almashtirgan bo'lishingiz mumkin. Telefon raqami bank ilovasiga bog'langan bo'lsa, raqam o'zgarsa, bildirishnomalar kelmay qoladi. Odam esa pul yechilganini kech biladi. Masalan, siz 998 bilan boshlangan eski raqamingizni ishlatmay qo'ydingiz, lekin bank, soliq, ijro, kommunal ilovalar hali o'sha raqamga bog'langan. Xabarlar boshqa joyga ketmaydi. Siz qarz yoki ogohlantirishni ko'rmaysiz. 30 avgustgacha shaxsiy ma'lumotlarni yangilash shuning uchun ham muhim. 5-jihat, menga SMS kelmadi, demak qarz yo'q degan fikr noto'g'ri.
SMS kelmasligi qarz yo'qligini isbotlamaydi. Ba'zan SMS operati sabab kelmaydi. Raqam eskirgan bo'ladi. Ilovadagi xabarnoma o'chirilgan bo'ladi yoki qaror pochta orqali yuborilgan bo'lishi mumkin. Huquqiy tomondan esa ayrim holatlarda qarzdorlik bazada mavjud bo'lsa, undirish jarayoni boshlanishi mumkin. Shuning uchun men har doim rasmiy ilovalar va shaxsiy kabinetlar orqali tekshirishni aytaman. 6-jihat. Notanish havolalarga kirmang. Ogohlantirishlar ko'paygan paytda firibgarlar ham faollashadi. 3-avgustgacha pulingiz yechiladi. Ushbu havola orqali kartangizni tasdiqlang degan xabar kelsa ehtiyot bo'ling. Hech qachon karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod yoki ilova paroli begona saytlarga kiritmang. Rasmiy tekshiruv faqat bankning o'z ilovasi, davlat xizmatlari portali soliq kabineti, majburiy ijro byurosining rasmiy kanallari yoki bank filialida amalga oshiriladi. Firibgarlar odamning qo'rquvidan foydalanadi. Ular shoshiladi, vahima qiladi, hozir kiritmasangiz pulingiz ketadi deydi. Mutaxassis sifatida men aytaman. Rasmiy tashkilot hech qachon sizdan SMS kodini so'ramaydi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Bugun nima qilish kerak? Birinchi qadam, barcha bank kartalaringizni tekshiring. Faqat asosiy kartani emas. Ishlatilmayotgan kartalarni ham ko'ring. Mobil ilovaga kiring, balans, oxirgi operatsiyalar, avtomatik to'lovlar, kredit to'lovlari va blok holatini tekshiring. Agar tushunarsiz yechim yoki yechib olish bo'lsa, skrinshot qiling. Sana va summani yozib oling. Bankka murojaat qilganda pulim ketdi deyish kamlik qiladi. Qachon, qancha, qaysi tashkilot nomiga, qaysi karta orqali yechilganini aniq aytish kerak. Ikkinchi qadam, kreditlaringizni tekshiring. Agar sizda kredit bo'lsa, bank ilovasida qarzdorlik summasi, keyingi to'lov sanasi, penya bor yo'qligi, avtomatik yechib olish sozlamalari ko'rsatiladi. Agar to'lovni 3-avgustgacha yopish imkoningiz bo'lsa, yopib qo'ying. Agar to'liq yopishga imkon bo'lmasa, bank bilan oldindan gaplashing. Ba'zi banklar restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish yoki qarzni qisman yopish variantlarini ko'rib chiqadi. Eng yomon yo'l bu yashirinib yurish. Chunki tizim baribir pul tushganini ko'radi. 3-qadam, jarima va ijro qarzlarini tekshiring. Buning uchun rasmiy davlat xizmatlari, majburiy ijro bilan bog'liq rasmiy manbalar yoki bank ilovalaridagi qarzdorlik bo'limidan foydalaning. Agar qarz chiqsa, darhol nima asosda chiqqanini aniqlang. Qaror raqami sana, tashkilot nomi, summa va ijro hujjati mavjudligini so'rang. Agar qarz sizniki bo'lsa, to'lang va chekni saqlang. Agar sizniki bo'lmasa, yozma e'tiroz bering. Og'zaki gaplashib ketish yetarli emas. Ariza topshiring. Ro'yxatdan o'tgan raqam oling. 4-qadam, soliq qarzlaringizni tekshiring. Uy-joyingiz, yeringiz, avtomobilingiz, tadbirkorlik faoliyatingiz bo'yicha qarz yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar soliq summasi siz kutganingizdan katta chiqsa, darhol to'lamasdan oldin hisob-kitobni ko'rib chiqing. Ba'zan obyekt noto'g'ri ko'rsatilgan, eski mulk hali nomingizda turgan, imtiyoz inobatga olinmagan yoki penya noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda soliq organiga pasport, stir yoki JSHShir, mulk hujjati, to'lov cheklari va ariza bilan murojaat qiling. 5-qadam, ijtimoiy to'lov olsangiz, hujjatlaringizni yangilang. Pasport muddati, yashash manzili, telefon raqami, bank hisob raqami, karta muddati va oilaviy holat ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshiring. Agar yordam, nafaqa yoki subsidiya uchun ariza bergan bo'lsangiz, ariza holatini ko'ring. Ko'rib chiqilmoqda, rad etildi. Hujjat yetishmaydi, to'lovga yuborildi degan holatlar har xil ma'no beradi. Agar hujjat yetishmasa, 30-avgustgacha topshirishga harakat qiling. Kerakli hujjatlar odatda pasport, bank hisob raqami, daromad haqida ma'lumot, oilaviy tarkib, mulk hujjati yoki tegishli idoradan ma'lumotnoma bo'lishi mumkin. 6-qadam, bankka borganingizda nima deyishni bilib boring. Men ko'pchilikka quyidagi tartibni tavsiya qilaman. Mening kartamdan falon sanada falon summa yechilgan. Iltimos, ushbu operatsiya qaysi tashkilot yoki qaysi hujjat asosida amalga oshirilganini yozma yoki ilova orqali ko'rsatib bering. Agar karta bloklangan bo'lsa, hisob raqamimga qanday cheklov qo'yilgan, cheklov kim tomonidan va qaysi hujjat asosida qo'yilgan deb so'rang. Bank xodimi sizga umumiy gap emas, aniq asosni aytish kerak. Agar bank ijro hujjatini ko'rsatsa, keyingi qadam ijro organiga murojaat qilish bo'ladi. 7-qadam, ariza yozishni ortga surmang. Agar pul noto'g'ri yechilgan deb hisoblasangiz, arizada quyidagilar bo'lsin: ism, familiya, pasport yoki ID ma'lumotlari, telefon raqam, karta yoki hisob raqamining oxirgi raqamlari, yechilgan summa, sana, operatsiya nomi, muammo mazmuni va talabingiz,
Masalan, ushbu yechimning huquqiy asosini taqdim etishingizni agar yechim noto'g'ri amalga oshirilgan bo'lsa, mablag'ni qaytarishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga skrinshot chek, qarz yo'qligi haqidagi ma'lumot yoki boshqa dalillarni ilova qiling. 8-qadam, barcha cheklarni saqlang. To'lov qilganingizdan keyin chekni telefon galereyasida qoldirib qo'yishning o'zi yetarli emas. Uni alohida papkaga saqlang. Kerak bo'lsa elektron pochtangizga yuboring. Chunki bir oydan keyin ilova yangilanadi. Telefon almashadi. Screenshot o'chib ketadi. Chek bo'lmasa, siz haqligingizni isbotlash qiyinlashadi. Ayniqsa jarima, soliq, kredit va aliment to'lovlarida chek juda muhim. 9-qadam, yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Keksa ota-onalar, telefon ilovasini yaxshi bilmaydigan qarindoshlar, chet elda ishlayotganlar, karta va hujjat ishlarini boshqalarga ishonib topshirgan odamlar ko'proq xatoga yo'l qo'yadi. Masalan, ota-onangiz pensiya oladi, lekin kartaning muddati tugagan, yoki ukangiz nomida eski kredit bor, lekin u chet elda, yoki turmush o'rtog'ingiz nomida avtomobil jarimasi yig'ilib qolgan. Bularning hammasi keyin hisob raqamiga ta'sir qilishi mumkin. Bitta tekshiruv katta muammoning oldini oladi. 10-qadam, vahima bilan pulni darhol naqdga aylantirishga shoshilmang. Men buni alohida aytaman, chunki ayrimlar ogohlantirishni eshitib, barcha pulni kartadan yechib oladi. Agar sizda qonuniy qarza, pulni yegin qarz bo'lsa, pulni yashirish muammoni hal qilmaydi. Aksincha jarayonni og'irlashtirishi mumkin. To'g'ri yo'l qarzni aniqlash, noto'g'ri bo'lsa e'tiroz berish, to'g'ri bo'lsa reja asosida yopishtir. Pulni tartibsiz ko'chirish, begona kartalarga o'tkazish, qarzni ataylab yashirish keyin qo'shimcha savollar tug'dirishi mumkin. Yana bir muhim maslahat, agar kartangizga ish haqi tushsa va sizda ijro qarzi bo'lsa, ish beruvchi buxgalteriyasi bilan ham gaplashing. Ba'zan ushlab qolish ish haqi hisobidan belgilangan foizlarda amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Lekin karta darajasida cheklov bo'lsa, odam butun mablag'dan foydalana olmay qolishi mumkin. Bunday holatda ijrochi bilan bog'lanib, ushlab qolish tartibini aniqlashtirish, zarur bo'lsa hujjat taqdim etish kerak. Bu ayniqsa oilasida yagona boquvchi bo'lganlar uchun muhim. Men bugun sizga asosiy narsani tushuntirdim. 3-avgustgacha kutib o'tirmasdan bank kartalaringizni, kreditlaringizni, jarimalaringizni, soliq qarzlaringizni, ijro hujjatlarini va ijtimoiy to'lov hujjatlarini tekshiring. Pul yechilib ketgandan keyin ham yechim bor. Lekin oldindan harakat qilsangiz, muammo ancha yengil hal bo'ladi. Eng muhimi, rasmiy manbalardan foydalaning. Notanish havollarga kirmang. SMS kodni hech kimga bermang. Barcha chek va arizalarni saqlang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pulingiz nima sababdan yechilgan? Bank yoki idora qanday javob bergan? Muammo qanday hal bo'lgan? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini himoya qila oladi.